هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide tefsiri 48. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresinin 48. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana özüdün ilgiri samavi kitaplarını itiraf kılgıcı ve ulağı şahit bolgıcı hak kitabını, yani Kur'an'ı nazil kıldık. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağının arasında Allah sana nazil kılgan Kur'an ahkamı boyunca hüküm kılgan. Sana kelgen haktan burulup, ulağının nefsi xahişliği ergeşmegin. Ey ümmetler, sizlerning her biringlarga bir xil şeriat ve uçuq yol tayin qildik. Eğer Allah xolisa, albatta sizlarni bir ummet qiladi. Yani bütün insanlarni bir dinda qiladi. Lekin Allah sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummet qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga aldiranglar. Hammanglar Allah'ның dergahıga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Allah sizlarga aytib berdi. Ular Yahudilar va Nasaralarning arasida Allah sana nazil qilgan Qur'onning ahkamlari bo'yicha hukm qilgan. Ularning nafs xohishlariga ergashmagan. Ularning Allah sana nazil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechkizishidan saqlangan. Agar Allah sana nazil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Allah ularni jazolashni iroda qiladi. Shak shubhisizki kişilerden nurg'uni fosiqdir. Yani Rabbinin taatidan bosh tortib, haqqa xiloflik qilib, gunohga cho'mguchilardir. Ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdanmi adil kim bor? Qur'onni madihlash, uni sifatlash va uning bilan hukm qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo o'zi bevosita so'zlashgan payg'ambari Musa alayhissalomga nazil qilgan Tavratni tilga ilib, uni madhilab, o'z zamonasidagilarni uningga ergishishga buyurgan edi. Shundaqla Injilni tilga ilib, uni madhilab, o'z zamonasidagilarni uningga ergishishga buyurgan edi. Bu yerda bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga nazil qilgan ulug' Qur'oni Karimni tilga ilib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz sana o'zidan ilgariki kitoblarni e'tirof qilguvchi va ularga shahid bo'lguvchi haq kitobni nazil qildik. Ya'ni Qur'oni Karimni uning Allah Taala tarafidan kelganligini isbotlaydigan rostchilik bilan ilgari nazil qilingan Qur'onni tilga olgan va Qur'onni madhilagan, Qur'onning Allah Taalaning bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga nazil qilinganligini xabar qilgan kitoblarni tasdiqlab nazil qildik. Bu jihatdan
Qur'onning yuqorqi kitoblarda xabar berilganidek nozil qilinishi ahli kitoblardan bo'lgan Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysungan, shariatiga ergashgan va payg'ambarlarga ergashgan kishilarning iymonini texmi kuchaytirdi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli, chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmasliginglar uningga nuqson elib kelmaydi degan. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larida ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Rabbimiz pokdir, Rabbimizning va'dasi cho'qim o'rlanadi deydi. Ya'ni ilgari kitob nozil qilinganlarga Qur'on o'qilsa, Alloh taolo ilgariki payg'ambarlarining tili orqali va'da qilgan Muhammad alayhissalomning keladiganligidan iborat bo'lgan so'zi shaksiz va cho'qim amalga oshidi degan deb sajda qiladi. E'tirof qilg'uchi va ularga shahid bo'lg'uchi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sufyan Savri va boshqalar Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni uningga omonat qo'yilgan. Yana bir rivoyatda ishonchlik deganlik bo'ladi deb keldi. Ya'ni Qur'oni Karim ilgariki hamma kitoblarning kuzatchisidir. Bu qarash Ekrema, Said ibn Jubayr, Mujahid, Muhammad ibn Ka'b, Atiya, Hasan, Qatada, Ata, Suddi va Ibn Zayd qatorliqlardan rivoyat qilingan. Ibn Jarir mundaq deydi: Qur'oni Karim ilgariki kitoblarning kuzatchisidir. Ilgariki kitoblarning hukmlaridan Qur'onga muvofiq kelgani to'g'ri, muvofiq kelmagani botil hisoblanadi. Bu oyatning ma'nosi haqida Valbi ilgariki kitoblarga guvohchi deb rivoyat qilgan. Mujahid, Qatada va Suddi qatorliqlarmi shundoq tafsir qilgan. Avfi Ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qur'on ilgariki kitoblarga hukm qilg'uchidir. Bu so'zlarning hammasi ma'no jihatdan bir-biriga yaqindir. Chunki mushu oyat mushu ma'nolarning hammasini o'z ichiga oladi. Shunga Qur'on ilgariki kitoblarga kuzatchi, guvohchi va hukmrondir. Alloh taolo barliq kitoblarning oxirida nozil qilgan mushu katta kitob Qur'oni Karimni ilgariki barliq kitoblardan ulug' va u kitoblar o'z ichiga olgan va olmagan ortiqchiliklarni mujassamlashtirgan holatda nozil qildi. Shunga Qur'onni hamma kitoblarga kuzatkichi, guvohchi va hukmron qildi. Uni saqlashni Alloh o'z ustiga olganligini bayon qilib mundaq deydi: Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'on ahkam bo'yicha hukm qilgan. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Arab bo'lsin yoki Arabdan boshqa millat bo'lsin, kitob nozil qilingan bo'lsin yoki nozil qilinmagan bo'lsin, barliq insonlar orasida Alloh taolo sana mush ulug' kitobda mush kitobda burunqi payg'ambarlardan qolgan va sening shariatingda amaldan qoldirilmay bekitilgan hukmlar bilan hukm qilgan. Buni Ibn Jarirmi shundoq ma'noda tafsir qilgan. Ibn Abu Hatim Ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom ularning o'ttirisida xolisa hukm qiladi, xolisa hukm qilmay ularni o'z qonunlariga qaytaradi. Shuning bilan Alloh taolo
ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning orasida Allah sana nazil qilgan Qur'on ahkom bo'yicha hukm qilgan degan oyatini nazil qilib, payg'ambar alayhisalomni ularning o'ttirisida bizning kitobimiz Qur'oni Karimdagi shariatga asosan hukm qilishga buyurdi. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafs xohishlariga ergashmagan. Ya'ni ularning o'zlari paydo qilib olgan e'tiqod qarashlariga ergashmagan. Ular shu e'tiqod qarashlari sababidan Alloh taolo payg'ambarlarga nazil qilgan qonunni tashlab qo'ygan. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarning har biringlarga birdan yo'l qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Ya'ni bütün insonlarni bir dinda qiladi. Bu barliq ummatlarga qilingan xitob bo'lib, bu Alloh taolaning xolisa barliq insonlarni bir dinda, bir qonunga bo'ysunadigan qilib o'taydigan ulug' qudratini namoyanda qilishdir. Lekin Alloh taolo har bir payg'ambarga har bir payg'ambarga xos shariat belgilab, ondan bu shariatni yoki uning bir qismini keyingi payg'ambarning shariati orqali amaldan qoldirgan. Oxirida hamma shariat qonunlarini bütün zamin ahliga avatgan oxirgi payg'ambari o'zining bandasi bo'lgan Muhammad alayhisalomga belgilab bergan shariat bilan amaldan qoldirgan. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Ya'ni Alloh taolo bandalarini sinab bo'ysunganlarni mukofotlash, osiylik qilganlarni jazolash uchun har turli shariat qonunlarini belgiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdullah ibn Kasir sizlarga nazil qilgan kitob bilan sizlarni sinash uchundir. Deganlik bo'ladi dedi. Alloh taolo bandalarini yaxshi ishga oldirishga chaqirib mundaq deydi. Yaxshi ishlar oldiranglar, ya'ni Alloh taologa taat ibodat qilib, ilgirki shariatlarni amaldan qoldirgan oxirgi shariatga ergishib, oxirgi qitim nazil qilgan kitobi Qur'on Karimga ishonishga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Ya'ni ey insonlar, sizlarning qaytadigan va qiyomat kunida boradigan joyinglar Alloh taolaning dargohidir. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib berdi. Ya'ni sizlarning haqiqatga unumay ixtiloflashganlarni sizlarga bildirib qo'yib, rostchilarning rostchiligiga mukofot berdi. Haqqa tangan va ishonmagan hamda haqni tashlab hech qanday dalil isboti bo'lmagan narsalarga esilib olgan hamda dalil isbotga tojlik qilib turib olgan kofirlarni azoblaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahhok mundaq deydi. Muhammad alayhisalomning ummati bo'lishga oldiranglar. Bu oyatga yuqorida berilgan ma'no Zahhok bergan tafsirdan kuchlidir. Ular Yahudilar va Nasoralarning orasida Alloh sana nazil qilgan Qur'onning ahkom bo'yicha hukm qilgan. Ularning nafs xohishlariga ergashmagan. Bu Alloh taolaning ilgirki topilgan hukmi bilan hukm qilish va uningga xiloflik qilmaslik degan buyrug'ini qayta ta'kidlashdir. Ularning Alloh sana nazil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechirishidan saqlangan.
ya'ni sening dushmanlaring bo'lgan yahudiylarning sana yetkizgan xabarlarda haqni burmalab yetkizib qilishidan ehtiyot qilgan. Ularga aldanma, chunki ular xoin, yolg'onchi kofirlardir. Agar ular Allah sana nazil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Allah ularni jazolashni iroda qiladi. Ya'ni ular sen ularning o'ttirisida hukm qilgan haqiqatga unumay Allah Taalaning shariatiga qarshilik qilsa, ularning bu qilmishi burun qilgan jinoyatlari sababidan Allah Taalaning hikmeti bilan ularning to'g'ri yo'ldan yiroqlashtirishini kutib etganligidan deb bilgin. Shak shubhisizki kishilardan nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Robbining taatidan bosh tortib, haqqa xiloflik qilib gunohga cho'mguchilardir. Ya'ni insonlarning ko'pchiligi Robbining taatidan bosh tortib, haqqa qarshi chiquvchilardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: sen gerçi kishilarning iymon etishiga heris bo'lsang-mu, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ka'b ibn Asad ibn Sulaba, Abdullah ibn Suriya va Sha'is ibn Qays qatorliqlar bir-biriga biz Muhammadning qishig'i borayli, uni dindan yondirib etalisak ajab emas deyishdi. Ular Payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen bizning Yahudilarning diniy olimlari, cho'nglari va esil zodillari ekanligimizni bilasan. Agar biz sana ergishadigan bo'lsak, bütün Yahudilar bizning orqamizdan sana ergishidi. Biz bilan xalqimizning oralig'ida ixtilof qilishib qolgan bir masala bor. Biz ularni bu masalada seni hukm qildirishga ma'qul keltirdik. Ma'qul keltirsak, sen bizga yon besib hukm chiqarsang, biz sana iymon etib ergishimiz deb taklif berganda, Payg'ambar alayhisalom bu taklifni rad qilgan. Shunda qilib Alloh taolo ular Yahudilar va Nasaralarning orasida Allah sana qilgan Qur'onning ahkomi bo'yicha hukm qilgan, ularning nafs xohishlariga ergashmagan, ularning Allah sana nazil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechgisidan saqlangan. Agar ular Allah sana nazil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Allah ularni jazolashni iroda qiladi. Shak shubhisizki kishilardan nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Robbining taatidan bosh tortib, haqqa xiloflik qilib gunohga cho'mguchilardir degan oyatni nozil qilgan. Buni Ibn Jarir va Ibn Hatam rivoyat qilgan. İslam kelishdan burungi kishilar xato qonun bilan hukm qilganligidek, Mo'g'ullar ayni vaqtda Chingizxon vaqtidagi Yahudi, Xristian, Islom dini va boshqa har turli qonunlardan tanlab tuzib bergan shaxsiy qarashlari va xohishlarga asoslangan nurg'un hukmlarni o'z ichiga olgan. Keyingi davrlarda uning avlodlari tarafidan ulug'lanib, hatto Qur'on va hadisdan yuqori o'ringa qo'yilgan.
yasaqdan iborat qonunlari bilan hukm qilganligidek hamma yaxshilikni o'z ichiga olgan, hamma yomonlikdan to'sgan Alloh taolaning mustahkam qonunini qo'yib, uning o'rniga odamlar o'z xohishi bo'yicha dalil isbotsiz paydo qilib olgan so'zimlarga esilib olganlarni Alloh taolo tanqid qilgan. Kimiki shunday qilsa kofir bo'ladi. U toki Allohning payg'ambarining hukmiga qaytmoqcha uningdan boshqani ozroqmi hukm qilmaydigan bo'lguncha uningga jang e'lon qilish kerak. Ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Ya'ni ular jahiliyat qonunlarini xohlamdi. Jahiliyat qonunlarini maqsad qilamdi. Alloh taolaning hukmini tashlab boshqaga islamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdanmi adil kim bor? Ya'ni Alloh taolaning shariatini tushungan, uningga iymon keltirib, Alloh taolaning eng ulug' hokim ekanligini tanib yetgan bir kishi uchun adillikda Alloh taoladanmi adil, mehribonlikda ona bolasiga mehribon bo'lgandanmi bakrak, o'z maxluqotlariga mehribon bo'lgan Alloh taoladan boshqa mehribon zot bormi? Chunki Alloh taolo hammani bilguchi, hammaga qudrati yetkichi adil zotdir. İmam Abu Qasim Tabarani İbn Abbas radiyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo eng yomon ko'radigan odam islomning ichida turib jahiliyat yo'lini xohlaydigan bir insonning qinini nahaq to'kiman deb turib olgan odamdir. Bu hadisni İmam Buxoriymi mush mazmunda tafsiliyroq qilib rivoyat qilgan. Alhamdulillah, Alloh shukr bo'lsin. Yuqorida Maida surasi tafsiridan 50-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.